5000 tushsangiz zo'r. Balkonni 1,5 metr qo'shib olganlar. O'sha pishgan joyi 42 ming. Yangi qo'yildi. Yangi. Tushundim. Gostinitsalar bekordan bekorga o'sha yerga hammasi joylashmayapti. Assalomu alaykum hammaga. Xudo xolasa bugungi efirni boshlab yuboramiz. Odam vash ko'p-ku. Ani xijolat bo'lib kirib ketishga ham boshida odam chiqish olguncha qiyin bo'ladi-da. Ketdimi, boraveramizmi? Bismillah. Assalomu alaykum. Abduvali aka, salomatmisiz aka? Tuzumsiz, ishlaringiz otdimi? Telefonimni o'zi qochib yuraman. Tuzumsizlar. Aka, lekin zo'r telefon bo'lyapti. Maqsad sotish-ku. Shayxontohur Versal to'rxona 5/5. Nech pul ekan bu? 88 ming. To'rxona 5/5. Remont qanaqa? Assalomu alaykum. Aka, salomatmisiz? Tuzumsiz. Kapitalniy remont bo'lgan, ha? 4 yil oldi faqat. 4 yil oldin. Hozirgi kecha kunduzli yevroga tortadimi yo sredniy, хороший remontga tortadimi? Ko'rsating. Olasizlar? Ha, olamiz. Men o'zim olmayli voy. Mahallada tam. Yo, o'zingiz sotasiz-ku, nima farqi bor? Hozir. Ulug'bekka keyin bizni tarafimiz ko'rib berasiz. Bo'ldi, aka, siz qidirib turing yo'msa bularni aniq qilib turaman. Mana topdingiz. Topdingizmi? Assalomu alaykum. Aka, salomatmisiz? Tuzumsiz? Ishlaringiz bo'lyaptimi? Tinchmisiz? Bismillah. Ha. Aka, bu toza uyga kiradi-da. Yevro oldingi yevro, hozirgi yevrolar o'sha ko'ryapsiz, o'zgarib ketyapti kuniga stilli. Hop, toza uyga 88 ming deyapsiz. Nech pul bo'lsa berib olasiz? 82 bo'lsa beraman, yana kelishamiz. Bu Versallar orqasi bo'lsa Gulobod bo'ladi-da, shunda to'g'rimi? Gulobod bo'ladi. O'shani bir ketma-ket tushgan choyxonagacha domla. Bitta alohida turibdi 5 qavatli, o'sha dom. Qolgani 4 qavat. Qolgan 4 qavat. Bitta sizniki 5 qavat, 5/5, 88 ming. Nech pul bo'lsa berib olasiz? 82 bo'lsa beraman. 82. Oxirgi etaj taxminan 80 gacha sotiladi o'zi aslida. Remonti toza ekan, balkim 82 ketar, balkim ketmas. Biz yetib keturamiz. Bizga ham ancha pul ketib qoladi-yu agar. Remont qilishga ham pul ketib qoladi to'ppa-to'g'ri. 99 lik 440 48 12. 82 ming bo'lsa berib yuboraman deyaptilar. To'rxona 5/5 Gulobodda, Shayxontohur tuman. Assalomu alaykum. Aka, salomatmisiz? Tuzumsiz? Ishlaringiz bo'lyaptimi? Bu nima edi? O'tgan safar qo'yilmadi bu buni? Yo'q, qo'ymagan. Qo'yilmagan, ha? Bu Olmazor tumani Qorasaroyda, Nurafshon yo'li orqasida. Bir soatiga 40 mingdan. Qaysi ko'cha? Zevdin Boboxonov ko'chasi. Ya, unaqa desiz, kattaroq orientir berasiz. Ko'chaning nomini aytsangiz bo'la olmayman. Xo'p. Nurafshon yo'lidan Haslomdan ketganingizda Nurafshon yo'lidan ikkinchi radomga qarab o'tasiz, 28 ga qarab maktabga. Hop, Svetofordan 10 ga kirasiz, Severniy Olmazorlarga chiqib ketadigan ko'cha. tushundim. Nurafshondan kelayotganda o'sha maktabdan o'tib 10 ga, Chorsiga yetmasdan. Yo'q. Qarang. Sebzordan kelyapsiz Nurafshon yo'lga qarab. Ha, Sebzordan kelyapmiz. Hop. Chorrahadan 10 ga burilasiz. 10 ga, Qorasaroy Raddonga qarab. Shunda 10 ga burganingizda 100 metrdan keyin Svetofordan 10 ga kirasiz. Bo'ldi, tushunarli. Shu aylanib Nurafshon yo'liga chiqsa ham bo'ladi. Kirsa orqalari mozor. Raddon markasi. Ichkari kirib ketsa mozorda, Raddon markasi. Unga yetmas. Domga bordingiz-ku. Qaysi edi? Sebzor. Ha, kecha reklama qildi u. Ana shu domga chiqsa bo'ladigan ko'chada. Ha, tushundim. Bunaqasi aylanib o'sha domga kelsa bo'ladi. Tushundim. Aka, bu mahallalarda ko'p ko'chalar torroqda. Sizning ko'changiz qanaqa? Keng ko'cha. Katta ko'chadan kirib kelayotganda polni kengmi yo siznikiga kelganda kengayganmi? Yo torayib kengaymagan-a? Yo'q. Polni keng kelgan. 200 metr, katta ko'chadan 200 metr kirsangiz o'zi chapga buriladi. Choyxona bor. Fasadingiz necha, ichkariga necha? 16 metr fasad. Hop, Ichkariga 34 metr. ozgina uzunasiga ekan-da. 40 mingdan. Nech pul bo'lsa berib olasiz sotigini? O'zi bu taqalganroq, mayli ozgina kelishamiz, aka. 35. Yo'q, 35 Nech pul? Hop, общий summada 208 ming chiqyapti. Hop, Tekis 200 minglar bo'lsa taqalgani gaplashamiz, aka. 8 ming o'tib beradigan bo'lsangiz, 38,5 lardan to'g'ri keladi. 1,5 ming dollardan o'tib berar ekansiz-da, to'g'rimi? 1,5 ming, 38,5 ming taxminan. Men miyada kalkulyatsiya qilganim. Sal qimmatroq so'raysiz, aka, ozgina o'tadigan joy bo'lsa, yana o'tib berib oling, ish bitsin. Men sizni joyingizni ko'rmadim. Nasib qilgani, to'ppa-to'g'ri. Hozirgi paytdagi narx
hisob kitobimiz bo'yicha taqalganrog'i shunaqa endi nasib qilgani mayli uni gaplasharmiz. Bo'l. Kattalar bilan hammaligisi. 90lik 933 24 22 38,5 mingdan taxminan to'g'ri keldi. 200 ming bo'ldi uni. 5 u 2. 200 ming dollar bo'ldi uni. Okey. Bozoringiz bersin. Salomat bo'ling. Yaxshilikni ko'rishinglar. Xo'p, 12-kvartal, 2 xona, 1-etaj, 3 xona qilingan. Komnata раздельный. Nima balkon 3/6? 1,5 metr qo'shib olingan. Oldin bu anaqa kadastrda yo'q-ku. Oldin chiqarilgan, uch qolib ketdi. Tushundim. Yo'l yuziga mana bunaqa tushganda, pepillikni bilasizmi, nalogodan. Tushundim. Qarang, bu yerdachi muammo mana bunaqa bo'ladi-da. Men bilaman-ku. Agar o'sha 1,5 metr qo'shib olganingiz yamni ko'rinib tursa, o'tgan ketganga ham kimnidir g'ashiga kelib buzlaring deb oladi. Hech kimga ko'rinmasa foydalanaverasiz, hech kim tegmaydi. Ko'rmaydi. Bitta notomoni bor, qo'shnilar g'alamislik qilmasa bo'ldi. Qaysidir qo'shni ya, ana tepadagi qo'shnilar Yo'q, bilasiz-ku, ana mana qilyapti demasa, muammo bo'lmaydi. Xo'p. Ikkita sanuyozil o'shani sotaylik, kelishtirib berib olamiz. Sanuzil o'zi ikkita bo'ladi-yu, zavatskoy. Bu yerda o'zgarish bormi? Podvallikka. Podvalda qancha joy qo'shib olgan? Qancha joy qo'shib olgan? 3/6 bo'lsa, polni o'sha. Tagi bilan. 3/6 metr qo'shib olgan. Ichkari kirdi podval. Shunda 18 kvadrat qo'shgan bo'ladimi? 6, 6, 12, 18. 18 kvadrat podval. 8 o'y bilasiz. Qaranglar. Mana shunaqa narsa hali chiqmadi-da, mana 4-mi, 5-chi. Ipotekaga ham berasiz. 3/6 qilyaptilar. 1,5 ga 6 balkonni 1,5 metr qo'shib olganlar. Bu yerdachi bitta muammo bo'ladi. Ko'pchilik qo'rqadi-da. Shunaqa paytda bitta narsaga ehtiyot bo'linglar. Agar ko'chada yavni ko'rinib turgan bo'lsa, o'tgan ham ketgan ham ko'radigan bo'lsa xavfli. Davlat bu yo'lni buzib yuboradi. Lekin agar ichkarida bo'lsa, hech kim ko'rmaydigan joyda bo'lsa foydalanaverasiz-da. Ortiqcha 1,5 metr balkondan. Narxi nechi pul? 64 dan kelishtirib berib olamiz. Sal lekin qimmatroq. Remont qanaqa? Yevro remont. Ha, yevrami? Kecha qo'yildi. Hammasi remontdan chiqdi. Upakovka. Yangi remont, yangi mebel texnika. O'tgan kuni chiqdi, kecha. Ya, undan normalniy. 2 xona 1-etaj. Kelishtiramiz. 12-kvartalda. Xo'p. 2 xonali, 3 xona qilib qo'yilgan ekan, sabab balkon katta bo'lib ketganini hisobiga 3-xona qilganlar. 12-kvartalda, 1-etajda 3/6 balkon qo'shib olingan balkonlari bilan 64 ming deyaptilar. Yevro mebel texnika. Yaxshi narx. Ozgina o'tadigan joy bo'lsa yetib keting. Nech pul? Gaplashamiz. Nech pul ayting? 62, 60. 63 gaplashamiz. Oxiri 63 ekan, yana tepasida savdolashasizlar. Okey? Bozoringizni bersin. Nomer aytmadim, eng qiziq joy. 93lik 533 78 00. Telefon qilinglar. Rahmatulloh. Bo'ldi, aka qilamiz, kutib turgan. Ha, siz uspet qilamiz desa, hozir qilamiz shundan keyin. Bo'ldi, hozir qilamiz. Bularni lekin aniq ko'chada ushlab oldilar, deymani? Qilasan. Sizni eslolmayman, bularni eslolmayman, ushlab oldilar deb. Qil dedilar. O kamerani o'chirib oldik, aka. Qilamiz, aka, xudo xolisa. Xo'p, Chilonzor 11-kvartal, 2 xona 7-etaj, 58 kvadrat, общий koridor 51 ming. Kimniki edi bu? Aka. Siznikimidi? Общий koridor bo'ladigan bo'lsa 11-kvartal qatida 9 etajga. Dombora Sher kafeda kirgan. Qarang. Bu yoqdan chiqdi-ku. To'g'ri ketyapmiz. Al-Xorazmik kurik. Al-Xorazmik Sher kafening yonidan kirganda. Ha, ichkari kirganda 9 etajga domlar bor. 4 ta dom bor. 4 ta. O'sha yerda общий koridor 7-etaj. Общий koridorni 51 ming deyapsiz. Remont qanaqa? Sredniy toza remont. Sredniy toza remont. Xo'p, qarang. Bu yerda ko'pchilikdachi men sразу muammoni aytaman, yaxshi tomonini aytaman. Endi qizuvroq bo'lish kerak deydi. Ant o'tirgan odamdek. Bu yerda muammo shunda bo'ladiki, общий koridor nariga qo'shnisi bir xil baytlardachi, nima desa bo'ladi? Nobobroq, g'alamsroq odam bo'ladi. Zarar keltirib turadi. Ko'pchilik arzon sotib ketadi общий koridorda. Oket video ketadi. Xo'p. Buni qarang. To'g'risida qo'shnisi kim? Qo'shnisini tanimayman. Bilmaysiz-a? Yo'q. Tirikchilikka olingan. Ha. Общий koridor 7-etaj bo'ladigan bo'lsa, nech pul bo'lsa berib yuborasiz? 50.500. 50.500. 50 dan pastiga yurmaysizmi? Qisqa yetib keturamiz. Odam ko'p. Hamma ulgursin. O'tgan safar ham shu narsa bo'ldi. Xo'p. 88lik 631 13 11 50.500 bo'lsa berib yuboraman deyaptilar. 11-kvartalda 7-etaj общий koridor. Qo'shnini kimligini bilmas ekanlar. Eshigini taqillatib qo'shni bilan bitta gaplashib olasizlar. Общий koridorda juda muhimda qo'shni kimligi. Bizda ko'pincha arzon bizga berib ketishgan, keyin qo'shnidan muammo bo'lgan. Ikkinchi uyimiz. Chilonzor 14-kvartal. Sizniki tirikchilik-a? Olib sotarsiz. Yo, prosta o'zingiz. Mani nomimda u, Xo'p. o'zimniki. 3 yil Xo'p. ishga olganimga Xo'p. akam prosta yordam berib turadilar.
Hop. Qo'yib qo'yganman, kalib qo'yib qo'yganman. Akamiz sotib. O'zimda kaldi. Men o'zimiz Tushundim. Tirikchilik emas. Yo'q. O'zinglarniki 2 просто. yil 2 oy bo'lgan. Chilonzor 14-kvartal, bir xona to'g'ri, 38 kvadrat. Balkon nechi? 2 ga 320. Uluchinka. 2 ga 3 uluchinkami bu? Uluchinka 5 etashga bo'lmasmi dotda? 4 etashga. Ha, 4 etashkasi ham bor, ha? Yo bo'ldi. 40 ming deyilyapti. Remonti qanaqa? Remont kosmetika orqasidan o'rtacha. O'rtacha. Ha, mana remonti bor ekan. Ozgincha Oltda o'tishmayaptimi? Ko'rinadimi? Qani bismillah. Bu remont ekan. Bu 2 ga 3 balkon, uluchinka hisoblanadi. 2 ga 6 ni yarimi yo'q edi. 2 ga 6 bo'lganda 42 kvadrat bo'lardi. 38 u 7 yozilibdi. 38 kvadrat bo'lishi kerak. Pulini necha pul bo'lsa berib yuborasiz? 40. O'tadigan joyi bormi? Kanalingizda 39 berib yuboraman aka. Voy mashalloh. Obunachiman. Zo'r gap bo'ldi. 39 ming bo'lsa berib yuboraman deyaptilar, lekin yana o'tib bering, odami kelsa, oxirgi etajda. O'sha o'ta olmaysiz, a? Bo'ldi, nomeringizni aytib ketamiz. 97 301 77 13. Qanchalik yozgandim? Aka, bozoringizni bersin, bular kutyotuvdilar. Rahmat, charchamaysiz. Salomat bo'ling. Eng arzon narxlarda uy-joy oladigan bo'lsangiz, endi bozorda, YouTube'da hammasini qo'yib ketishga majburmiz, chunki egasi oldimizda turibdi. Lekin Instagramda unaqa ish qilmaymiz. Instagramda yuzlab uy orasidan bittasini tanlab olib, faqat o'shanligini qo'yamiz va u eng arzon narx bo'lishi shart. Agar Instagram profilda kuzatmoqchi bo'lsanglar, Ulug'bek Yakubov podpiska o'tga ham tashab qo'yinglar. Bismillah. Buni egasi qani? Mana. Sizmi deysiz? Qarang aka. Toshmi postidan 5 kilometr kirganda deyapsiz. Tutzor mahalla. Xatiydi. Mana postdan kirdi u 5. Postdan kirdi u. Qanaqa keladi? To'g'ri yurasiz. Pobeda bor, o'sha yerdan 1 kilometr o'tgandan keyin. Hop, chap qo'limizda havas keladi. Havasdan o'tdik. O'tgandan keyin Hop, chap qo'lda, chap qo'lda. bor. Mahallanchi kiramizmi, yo'llaymiz? Mahalla bitta katta ko'cha bo'lsa, ikkinchi ko'cha. Katta ko'chadan ikkinchi ko'chada. Tushundim. Bu yerda suv, gaz, svet, hamma narsa bor. Bitta to'g'risini aytgan yaxshi, haftada 2 marta keladi. Hozir shahardan kelib pul bola tasharkan ulamyapti. Endi. Endi Atak haftada 2 marta keladi, yo'nkis bor. Bor, yo'mkis bor. Anu uzilish bo'lmaydi, shu yo'nkis pazvalat qiladi, ko'tarib beradi. To'ppa-to'p. Hop. Bu yerda ikkita aka. Bunday Asamson. anaqa ekanda, yangi qurilgan ekan. Yangi qurilgan. Qurib sotasizmi siz aka? Yo'q. To'g'risini aytsam, bittasi odam o'ziga qurgan, hozir pul zarar. Ha, siz sotib beryapsiz. Ha, men iltimos qilaman. Bozor chiqishim biladi, o'shanga iltimos qilaman, ko'tarib yuraman. Tushundim. Bu narx to'g'ri qimmat, hozir tushgan narxi. Nechi pul? Narxini ko'rsatib boring. Hop, mana qaranglar. 72 ming yozib qo'yibdilar. Hozir narxi tushdi deyaptilar. Nechi pul hozir tushgan narxi? 67 bo'lsa, berib olaman deyaptilar. Tushundim, qarang. Bu pishuq ishdan qurilgan. Tushundim, qarang. 72 minglik kvartiralar bo'ladigan bo'lsa, 5 ming tushsangiz zo'r. Uchastkada 5 ming unaqa katta pul rol o'ynamaydi. Chunki uchastkada savdo katta bo'ladi-da. 67 ming do'st. Nechi pul bo'lsa berib yuborishadi. Nechi sotuv bu keyin? Bu yerda bor-u, 2,5 sotuv, Hop, 4 xona. hop. Podvali 3,5 ga 4. Bitta oshxonanimi qattiqdir tegi bo'ldi. Hamma yog'i podval emas. Ha, to'g'ri. Tushunarli. Keyin bu pishuq qurilgan, o'zi uchun. Qarang, men rasm ko'rinyapti, orqada joy qoldirganmisizlar, oynalar qo'yishga bor, ha. Anaqa videosi bor, Ha, ko'rsating. mana orqasi bor ekan-ku, yo'q, video shart emas. Hop. 2,5 sotuv ekan, 4 ta xona ekan. Chala bitgan, qora suvoqlari qilib qo'yilgan. Elektrichество ham bo'lgan ekan. Mana elektrichество ham ko'rinib turibdi. Podval faqat oshxonani tegi ekan. 67 ming bo'lsa berib yuboraman deyaptilar. Tashmi postidan 5 kilometr chiqqanda. 99lik 87 16 77. Ha, ikkita ekan. O'zi bittasini aytganingiz yaxshi, borgan odamga ikkinchisini aniq urasiz. Okey, salomat bo'ling. Hop. Mo'ljal 50 mo'yka bir xona 3-etaj. 43500. Assalomu alaykum. Hop. Necha pul bo'lsa berib yuborasiz buni? Remonti qanaqa? Sredniy, yaxshi remontda. Necha pul bo'lsa berib yuborasiz? Bo'ladigan 42,5 ming, o'zim uyim. 42,5 ming. Men oxirgi paytlarda necha pul eshityapman? O'tlarda 40 ming ham eshitdim lekin. 40 ming ham eshitdingizmi Chilonzorlarda? 40-41 larni eshityapman. Chiqyapti-da. Hop. Aytib ketamiz yo'masa, 42,5 dan o'tadigan joy bo'lsa, sirazi ayting, odamlarga qiziqroq bo'ladi. Bo'ladigan 42 ming. Aka, bitta gap aytaymi? Bitta videoda 20-30 ta uyga qo'yib ketyapman-ku. Erinmasdan so'rab chiqdim-da. Men bilaman-ku kim arzon aytdi, kim qimmat aytdi. Bu yerda ko'rib o'tirgan oluvchi ham ko'rib yurgan-ku, uyni biladi. Arzonlariga zo'r telefon bo'pti. Qimmat aytganlarga pashti telefon bo'lmayotgan ekan. Shuning uchun yumshoq narx aytingda, telefon bo'lsin-da, ish bitsa, qaysidir ma'noda sizga ham, menga ham manfaatli bo'lsin.
Nech pul bo'lsa berib yuborasiz? 42 ming oxiri narxi. Undan o'tmaysiz. O'sha pishgan joyi 42 ming. Remonti yaxshi. Yaxshi deganda aboy, akfa, hammom tualet, kafil. Shunaqa. Kirib yashasa bo'ladi. Chilonzor 50 mo'yka 19-kvartilda bo'ladi. Bir xona, ikkinchi etaj, 4 etajga, 33 kvadrat, 1,5 ga 3 balkon. 42 ming bo'lsa berib yuboraman deyaptilar. 90lik 022 82 04. Okey, bozoringizni bersin. Salomat bo'ling. Qaysi biri yaxshisi? Buni ayting-a. O'zim uyim-ku, o'zing yashab turgan uyimni birodarim. Xo'p, akamni o'zlarining uylari, o'zlari realtorlar. Lekin bu hozir o'zingiz uyingiz 93500 7-etaj. Remont qanaqa? Yevro remont. Yevro deganda rost ekasimi yevrami? Uyaltirmaydigan yo'q, pad yevro deydi. Chunki yashab turibsiz-da 3-4 yil oldin ham mana shunaqa edi remontingiz. O'sha hozirgi kecha kunduzda pad yevro bo'lib qoladi. Xo'p. Beltepada 5 xona 7-etaj, 9 etajga liftdan muammo yo'q, ha. Yangi lift, eski lift, yangi lift ishlab turibdi. 220 ga 7 balkon. Eng katta balkonlardan bu. O'sha tomonlarning eng katta balkoni. Yevro remont 93500 deyaptilar. Nech yil bo'lsa berasiz? Ayting oxiri. 91 lik bo'lsa ham berib yuboramiz. 85 lik ko'tarmaydimi? 85 ga bermadik. Ani bitib ketadigan joy edi. Yo'q, mana, okey. Bermadi, hoji. Tushundim. Rostdan bermaganingizga ishonaman. Sababi o'zi 85 ming zo'r narxda bunga. Ani sotilib ketadigan, bitib ketadigan narx. 3-etaj 3 xona turibdi, 4-etajdan turibdi. Unaqa pulga. Tushundim. Shunaqaga 80 ming. Tushundim. 3 xonani bu 5. 91 dan o'tadigan joyi bo'lsa, ayting. 89 degan berib yuborsalar kerak, onam. Oxiri 89. O'sha undan yog'iga tushmaydi. Men 85 ko'rdim. Men adashgan bo'lishim mumkin. Chunki 100 yil bo'yi ko'rmaganman. 3-4 ming gacha to'chli mamta turib etish oson emas-da. Bermadi, 85 85 mingga bermagan ekanlar. Endi men 85 ming deb o'yladim. 93lik 594 0007 89 ming bo'lsa berib yuboraman deyaptilar. Remontini biz ko'rmadik, borib ko'ringlar. Foydalanadigan joyi. Okey, salomat bo'ling. Rahmat, hoji baraka toping. Salomat bo'linglar. Kurs var elimizde. Azavotda. Shunday, okalar. Qarang, assalomu alaykum. Okey, salomat. Bir xonani qo'ydik. Qarang. Tushundim. Remontli uy. Tushundim. Okey, qarang. 2 balkon. Kamera turibdi. Bunaqada men o'zim bitta tanlab olaman. Bunaqada bo'lmaydi. Hozir anaqa bo'lib ketadi. To'g'ri tushuninglar faqat. Chunki tushundim. Mana shu ayol, kela olmayaptilar. Erkaklarning orasiga orqada qolib ketganlar. Xo'p. Sotiladi Drujba 329 yevro remont. 116 nima bu? Mingmi? 116-dom. 116 ming dollar. 3 xona 2-etaj yevro remont. Mebel texnika. Drujbaga sal qimmatroq shakilli. Ozgina qimmatroq. Nech pul bo'lsa berib yuborasizlar? Ozgina sunnatiga kelishiladi. Tushundim. Xo'p. Sraz aytib ketamiz. 91 100 08 85 116 ming deyaptilar. Yevro mebel texnika Drujba narxoz tomoni ekan. Salomat bo'ling. Bunaqada bo'lmaydi. Bunaqada bo'lmaydi. Zo'r vaqt. Tushundim. Zo'r vaqt. Yo, akalar to'xtanglar. Bunaqada bo'lmaydi. Hozir men agar shunaqa qilsam to'xtamaydi bu. Buni to'xtatish kerak. Buni to'xtatmasa bo'lmaydi. Akalar iltimos. Kim mana deb bermasa shu odamnikini olaman. Boshqa variant yo'q. Kim mana deb bermasa Mana. qani bering. Yo'q, buni ham. Bo'ldi. Bo'ldi. Shundan keyin. Xo'p. Chilonzor 20-kvartilda Svaya dos. O'zingiz oluvdingiz, yevro remont, mebel texnika. Qilindi, mebel texnika hamma narsa qo'yildi. Yangi qo'yildi. Yangi. Tushundim. Anaqasi upakovkada hozirgi zamonaviy eng yaxshi narsalar qo'yilgan, почти tushunarli. Mebel texnikasi bilan общий 34 kvadrat 43500. Nech pul bo'lsa berib yuborasiz? 43 ga berib yuboraman. Tushunarli. Bundan balanga tushdi o'zimga. Ne unaqa orqaga ketyapti, aka? Pul kerak bo'lib qoldi. Tushunarli. Yetish kerak bo'lib qoldi. Hozir narxiga aniq qilib turibman. Hozir qaranglar. Bir xonali uy eng arzon eshitganim hozir ham aytdim, 40-41 eshitdim. Anaqadan. Chilonzordan 40 ming deylik. Eng arzon eshitganim 40 ming eshitdim. 40 mingga u remonti yevro uylaydi. Endi buni yevro qilish uchun kamida 3 mingdan 4 ming ketib qoladi. Mebel texnikaga yana 1-2 ming ketib qoladi. Taxminan tasavvur qilaylik, 40 ming eng arzoni bo'lsa, 6 ming qo'ysa 46 ming. Hozir 43 mingga berib yuboraman deyapsiz. 3 ming dollar taxminan mangni kalkulyatsiyam bo'yicha arzon chiqyapti. Endi sizlar ham o'zingizlarning fikringizni bilasiz. Chilonzor bilan ishlaysiz-ku asosan. To'g'ri gapiryapmanmi, noto'g'ri gapiryapmanmi?
Taxminan 46 ming men hisobladimda, 43 mingga hozir 3 ming dollar arzon berib yuboryaptilar. Foydalanadigan joyi 97 lik 446 29 30. Prosta pul zaril bo'lib qolibdi, shuning uchun shunaqa berib yuboraman deyaptilar. Dokumentidan, uy ichida Hammasi joyida. muammosi yo'q. Bo'm-bo'sh uy, notarisda kal. Tayyor kal. Aka bozoringizni bersin. Xo'p. Orqasi. Instagram, Telegram. General Ha. Uzaqov Shayxontohur. Tushunarli. Gulzor. Bir xona 3-etaj, 38 kvadrat. Gulzorda 1dan 9 gacha bo'lgan domlar bor. Da. Eski Gulzor bo'lgan o'tlar o'zi Moyka tegi. boru, moyka. Ha, Ay shunida bu General Uzoqov ko'cha. tushundim. Mo'ykani orqasi bo'lsa, Da. bu o'sha 9 ta dona dom bor. O'zi 1dan 9 gacha bo'lishi kerak. Hozir adashmayotgan bo'lsam. Ha, 2 guch balkoni bo'ladi. 44900. Remont qani bu yerda? Remont toza, chistая kvartira. Chistaya kvartira bo'ladigan Yaxshi, bo'lsa, nechi pulga bo'lsa berib yangi, yuborasiz? 44 ga berib yuboraman. Undan o'tmaysiz. Gaplashamiz. Nu 44 ga sal qimmatroq-da. Men u rayonlarni juda yaxshi bilaman. Ular 4-etajlar aylanib chiqdim, Tushundim. 48-47 sotilyapti. Yo, siz undan narx chiqmaydi-ku. U sotayotgan sotaveradi. Uchi uy egasi, xohlasa 60 ming deydi. Uy uniki. Yo'q, mana egasi Hech kim, bor-ku. yo'q, hech kim hech narsa demaydi. Siz ham egasisiz, siz ham xohlasangiz 60 ming deysiz. Prosta reklama qilganimizdan keyin sotilsin bu domni. Nech pul o'zi berib yuborasiz oxiri? Undan o'tmaysiz. Gaplashamiz. Nu 43,5 ga beraman. Bittaga bitdimi? Mani hamma narsa bor, u ham mani prognozim bo'yicha bu uyni sotiladigan narxi 42 ming taxminan. Bu mani prognozim, men adashayotgan bo'lishim mumkin. Chunki 1-2 ming dollargacha точный hech kim aytib bera olmaydi. To'g'ri kelsa bering. 42 mingga. Ancha xarajat, ham remont bor. Qanaqa remont? Sredniy? Akvarom bor, Hop. laminat bor, eshik almashgan. Nu kosmetika, хорошая kosmetika desa bo'ladi, yevro emas. Tushunarli. Buyam? Tushunarli. Biz aytib keturamiz. 97 lik 795 83 57 44 ming bo'lsa berib yuboraman deyaptilar. Gulzorda 2 guch balkon, 3-etaj. 4-etajga dom, bir xonali. Salomat Rahmat, bo'ling. sog' bo'ling. Hop. 9 mingga berib Tushundim. Assalomu alaykum. 2 balkon. Ha, yoqqa o'tamiz. Hop. chiroyli. Chilonzor 26-kvartalda 2 xona 4-etaj, 2 ga 6 razdelniymi? Ha, razden 50. Razdelniy bo'lsa 50 bo'lmaydi shakal. 50 kvadrat, balkon 2 ga 6 da. Yo'q, 48 bo'lishi kerak emasmi? 46 mi? Tushundingizmi? Men 50 adashmaganmisiz, demoqchiman. Prosta anu bo'lsin deyapman, qarang. 49 ming beraveramiz. 49 ming bo'lsa berib yuborasiz. 2 xona 4-etaj razdelniy. Bu mala gabaritga hisoblanadi. Malaga bor. Mala gabaritga hisoblanadi. 26-kvartalda. Remont qanaqa? Remont yaxshi. Yaxshi remont. 90lik 319 37 40 49 ming bo'lsa berib yuboraman deyaptilar. Menimcha 1-2 ming yana o'tib berishingiz kerak aka. Tepasida savdo qilasizmi? Borsa, ko'rsa, pul ko'rsatib, aka mana zaklab ketdi aytarish ketsa o'tib berasiz. Aka bozoringizni bersin, salomat bo'ling. Sizga san ko'chib ketgan ekansiz, tablishka turibdi hali. Ha, olib tashamamizda Toshkent Cityga ko'chdik aka. Toshkent Citydamiz. Uy sotiladi. Karobka, Keles mosti. Ha, BYDning orqasida 5 sotudan bergan. 5 sotu. O'sha davlatning o'zi 5 sotudan bergan joylar. Qancha kiriladi BYDning orqasiga? Shu ko'chani oxir. Dalaga qaragan uchastka. Tushundim. Siznikidan keyin o'sha dala Ha, boshlanadi. dala boshladi. Nech pul deyapsiz buni? Xo'p, 200 ming xayriga o'tib beramiz azizlar. 200 ming deyapsiz. Karobkasi yerlarni- necha kvadratga tushgan karobkasi? Xo'p. Kadastr 318 qilib berdi. Jiloy. 318 bo'lsa 150 kvadrat podvalni qo'shmaganda. Qo'shmagan. Tushundim. Podval bilan qo'shsa o'sha 450 bo'lib ketadi. Ikki ham chiqdi. Seli podval. Nima ishlar bo'lgan? G'ishda turibdimi yo qor ishlari bo'ldimi? Hech nima bo'lmaydi. G'ishda turibdi. 200 ming deyapsiz. Nech pul bo'lsa berib yuborasiz? Va xayriga ozgina o'tib beramiz, telefon qilsa gaplashamiz. Sizni mahallangizda Lekin bir xom sotuvga ishdan bo'lgan. 25 ming sotilyaptimi hozir? 35 Sotilyapgan. ming ham deyishyapti. Deveradi, Endi sotilyapgan. bilmadim qanaqa sotilyapti. Men kelib turib, "Aka bo'ldi, baraka. Bo'lishi mumkin. Ketdi unatariski" deyotgani 25 ming bot. Taxminan shunaqa deylu. 25 ming bot. 30 ming, 25 mingga bermayman deb o'tirganlar bor. Baraka bo'layotgan. Misol uchun deylu, 1-2 mingga adashgan bo'lishimiz mumkin. 25 ming ko'paytirib 5, 125 ming. Ustidagi karobkaga nech pul ketgan? O'sha 300 kvadratga. 50 ming deylu. 125 ming qo'shamiz 50 ming. 175 ming. 175 ming. Siz nech pul o'zi berib yuboraman deysiz? 200 mingga xayr barakasiga o'tib beramiz sunnatiga. 190. Taxminan 190 ming. Endi bu yerda bitta qiziq joyi bor. Bular qurgan karobkalariga mehnat qo'shiladi. Hozir biz mehnatni qo'shmadi. Chunki siz uni ustida 3 oy turgansiz-ku. Katlaman paytidan optoda turgansiz, o'sha narsa agarda siz buni to'g'ri qurilish qilgan bo'lsangiz qo'shiladi.
Agar noto'g'ri qurilish bo'lsa, misol uchun olmoqchi bo'lgan odam keldida, noto'g'ri quribdilar dedi. Buni bizaman dedi, mamtini to'g'rilayman dedi. Hisoblamaydi. Nabarot tikkan 50 mingiz bor-ku, nabarot orqaga ketadi. 40 ming hisoblaydi. 30 ming hisoblaydi, nabarot orqaga yurg'izadi. Agarda siz hozirgi zamonni talabi bo'yicha hamma narsani to'g'ri joylashtirgan bo'lsangiz, kelgan odam mehnatingizga 5-10 ming qo'shadi. O'shanda zo'r bo'ladi. Endi bizni ko'rmadi-ku. Ko'rsa kelib. Ko'rvoqinglar. Agarda bular to'g'ri hozirgi zamonni mahsulotini, talabini qilgan bo'lsalar, 190 mingga yaxshi narx. 94lik 645 61 27. Okey, bozoringizni bersin. Salomat bo'ling. Bu yoq taraf berdi. Ha, okey, siz bular kutyaptilar. Mana shundan keyin siz o'tgan safar ham qolib ketganlar-da bular. Xo'p, sotiladi. Chilonzor 22-kvartal 444 76 kvadrat. 22 bo'lsa, Rodini qarshisi. Kimniki bu? Meniki. Avtostansiyaning to'g'risida dom. Avtostansiya bo'lsa, hokimiyatdan kelyapmiz, ro'didan o'tdik, chapga qayrildi, o'ng qo'limiz avtostansiya. Avtobuslar to'xtaydi. Ha, Podmoskvani. O'sha yoq tomon. Ha. Shuni to'g'risida yo'lning bu tarafda dom. Kojinniy dispanser bor. Uni yetmasda, u ikkinchi narada. Ha, nariroq. Shunday. Sizniki yo'lli yuzi. Ha. To'rxona 4 etajga 4-etaj. Necha pul olasiz pulini? 70 deyapman. 70 ming bo'ladigan bo'lsa, oxirgi etajga Vrodi Endi lokatsiyasi yaxshi joyda. remont qanaqa? Sredniy ekan. Sredniy, Sredniy remont bo'ladigan bo'lsa, 65 lik ham ko'taradimi? Sodalashgan odamga bera olasizmi 65 ligi? Necha pul bo'lsa berasiz? 68 larga tushishi mumkin. 68 ming oxirgi taqalgan joy, ha. Men bu uyni 65 ming ko'rdim. Agar bu kim kelib turib 65 mingga bering desa, anta o'zingiz mo'ljallayotgan narsangiz bor-ku, nimadir olmoqchisiz-ku o'rniga. Men mo'ljallayotganda ham tushsa, shunaqa Tushsa berib yuboring. 65 ming buni siz ham yutqizmaydigan, u ham yutmaydigan haqiqiy narxi, meni fikrim. tushib ketishi mumkin o'sha meni mo'ljallagan. Shunaqa. Shuning uchun Eng qizig'ini aytaymi, siz buni 68 ga sotsangiz-da, yaxshi narsa topa olmasangiz. Lekin zo'r narsa chiqib turibdi-da, 65 mingga klient turibdi. O'sha vigidniyroq-da, 3 ming arzon berasiz, lekin zo'r narsaga ilinasiz. Ha. Orada narsa ham qarab yuribsiz olish uchun. Ha, olish uchun narsa qarab yuravering-da, zo'r narsa chiqib turgan bo'lsa, pul zarildi-da, arzonroq berib yuboraman deb turgan paytda kimdir kelsa 65 mingga yutqizmaysiz, berib yuborsangiz. har kuni so'rayman. 71 lik 271 5 91 94. Voy, damashniy bo'lib qopti. Sotkalarni aytaylik. 90 lik 129 91 84. To'rxona 4-etaj, 4-etajga domda 22-kvartalda, Chilonzorda. Padga Maskovniy tomon ekan, sredniy remont ekan. Do'da salomat bo'ling. Mana shu bola kutyapti. Bering. Yakkasaroymi? Hozir qo'yamiz Yakkasaroydan, aka. Toshkentni eng qimmat joyi qat deganman, nima bir marta. Hamma talashganda, bitta odam to'g'ri aytgan. Eng qimmat joyi Yakkasaroy degan. Sababini bilasizmi? Viloyatga chiqish yo'q. Viloyatga chiqish yo'q. Mana Toshkentning atrofi hamma yog'i rayon, Shayxontohurmi, boshqasimi hammasini qaysidir chetidan viloyatga chiqib ketsa bo'ladi. Eng arzon nuqtasi o'sha bo'ladi. Chunki eng cheti bo'ladi-ku, undan keyin o'sha viloyat boshlanadi. Yakkasaroyda yo'q shunaqa nuqta. Yakkasaroydan обязательно boshqa rayonga o'tasiz, keyin viloyatga chiqib ketasiz. Shuning uchun eng qimmat rayon deganda Yakkasaroy yetsa bo'ladi umumiyda. Lekin qaysidir nuqtasi desa, o'sha Mirobodlar urib qo'yadi. Qaysidir nuqtasi aniq eng arzon, qaysidir nuqtasi eng qimmat-da. Sizda unaqa yo'q, hammasi standart qimmat Yakkasaroy bo'ladi. Sergeli Xonobod Novostroyka 13-etajli 4-etaj. 5-etaj. Ha, 5-etaj. Bu yerda noto'g'ri yozilgan. 5-etaj. 42 kvadrat bo'lsa bir xona. Ha, korobka holatda. Ha, ikkita yozilgan ekanda. Ha, bunisi sotilib ketdimi? Bu 9-bekatga qaraydi, metroga 800 metr. Xo'p, mashinasini necha pul sotdingiz? Buni sotgan narxim naqd pulda 34 ming sotdim. 34 mingga beryapsiz. Bunisini necha pul bo'lsa berasiz? Buni, короче, birlamchi qilib beraman. Nima degani u birlamchi? Mana kreditkada, nima deydi? Ha, kreditga birlamchi ham qilib beraman buni narxini 18 ming bersalar, qolgani ostatka summasi 201 million pul qoladi. Bo'ldi. Naqd ayting. Naqd 18 ming bersalar, birlamchi qilib beraman. U umumiy summani ayting. Umumiy summaga 10 milliondan-da kvadrati 420 million bo'ladi. Dollarda. Dollarda necha pul bo'ladi endi? Mana buni 34 ming dedingiz hozir. Shunaqa qisqaroq ayting. Unda 33 ming qilib beraman. Ha, $1000 arzon. Endi savol. Nimaga 5-etajni $1000 arzon beryapsiz? 13-etajga o'zi 5 bilan 4 farqi yo'q. Bitta hisoblanadi. Ha, просто bir ikkita planlarimiz borligi uchun, o'sha pul kerakligi uchun sabab sotyapman.
Buni 34 mingga sotgansiz-ku, buni ham 34 ming deb o'tirsangiz bo'ladi-da, chunki endi sizdan zo'r narxini biladigan odam yo'q. Sababi siz o'sha bittasini sotdingiz. Qancha bo'ldi? Sotganimga 15 kunlar bo'ldi. 15 kun bo'ldi. 15 kunda hech narsa o'zgarmaydi bozorda. Uy joyi narxi tushadi, oshadi deydi-yu hamma. Oila kerak. 1-2 oyda pastga, tepaga o'ynaydi. 15 kunda hech narsa o'zgarmaydi-da. Bir xil narsa. 33 ming prosta tezroq bitsin deb berib olasiz. Bo'ldi, tushunarli. birlamchi ham qilib beraman o'sha kreditda. Bo'ldi, tushunarli. Xo'p. Men bunisini 34 mingga sotgan ekanlar. Xuddi shunaqa mana. 4-etaj, 5-etaj, 42,5, 42,5. Bir xil, o'sha dom ikkalovi. Ishli dom, ha. O'sha dom, boshqa dom emas. 33 ming bo'lsa berib yuboraman deyaptilar. Balkim yana o'tib berarsiz. Mayli, kelishib gaplashamiz. Nech pul o'sha yana? Umuman narsa o'tib beramiz sunnatiga. 32, 31, Endi bironima o'tib beramiz. Kelishgan bo'ldi. 95lik, 555, 88, 18 Xonobod ekan, Novostroyka ekan. 13 etajga Novostroykali uy, 42 kvadrat. Ikkita oynasi bor-da, buni to'g'rimi? Oynasi bor, lifti, gruzi ham bor, anaqa. Ikkita lift. Ikkita lift. Ishlab turibdi hammasi. Odamlar ko'chib kelib yashayapti. Odamlar ko'chib kelib remont qilib yashash boshladi. Aka, bozoringizni bersin, salomat bo'ling. Bismillah. Uy sotiladi. Buni egasi qani? Shu yerdamisiz? Uy sotiladi. Yangi Hayot tuman Sputnik Tor 5. Nech pul buni narxi? 80 do'mi kami bor uni. Qimmatroq so'rayapsiz lekin. Nech pul bo'lsa berib yuborasiz? 72 ga berib yuboradi. 72 ga bo'lsa berib yuborasiz. Hop, aytib turamiz. 99lik 885 84 32 to'rxona 4-etaj 5-etajga Sputnik Torda ekan. Aka, salomat bo'ling. Xolani ketib boringlar. Bitta o'zlari qolib ketdilar. Sal bundoqroq o'tib olaylik. Hop. Yunusobod 15-kvartalda 555 100 kvadrat bo'lmaydi bu, 91 kvadrat bo'ladi. 97 47 mi shunaqa? 95 bo'ladi, to'g'ri o'sha. 97 7 mi shunaqa? 2 ga 6 balkon. Tushundim. Orientir konechni 8 kvadrat. Nech pul deyapsiz buni? 90 ming dollar. 90 mingga sal qimmatroq, oxirgi etaj. 2 ga bo'lishim kerak. Yo, tushundim. Olgan odam men xuddi sizga o'xshagan odamda u ham. Uylarni ko'radi-da hammasini. Obdon solishtirib, hammamiz shunaqamiz, bozordan arzonroq berayotganga borib oladi. Endi sizlar hozir nech pul bo'lsa berasiz oxirini. Katta o'g'lim, ana o'g'lim turibdi. Bo'ldi. Biz aytib keturamiz. 93lik 550 03 90 ming deyaptilar, kelishtirib beraman deyaptilar. 5 xona, 5-etaj, 5-etajga. Yunusobod 15-kvartal. Keling, salomat bo'ling. Xo'p. Tushundim. Hozir ma'milani savdasini biz qo'yish kerak emas. Assalomu alaykum. Ma'milani joyini oldini to'sib qo'ydik. Xo'p, bismillah. Продается 2 xona 7-etaj, Chilonzor 11-kvartal. Buni qildik-ku hozir. Yo'q. Hozir 50.500 ga qildik-da bitta. U boshqami? Yo'q, boshqa bo'lsa kerak. O'shami? Bitta ikkinchi marta qilib qo'yamiz-da. Mana. U kim edi? O'sha menimcha bir xil. Ha, egasi hozir qilib ketdi. Hozir ham Yakkasaroy qani edi? Yakkasaroy bitta qilaylik. Siz storingizda rosa gapirdik-da, hozir qolib ketsangizchi. Xafa bo'ladilar. He, o'tgan safar mana bunaqa bo'pti-da, bitta bola kelibdi. Aka qilib bering debdi. Men boshqa odamnikini olib hozir 1 minut dedim. U bola yarim soat turibdi-da. Videoni ko'ryapman. Bu yoqimga kelib turadi. Bu yoqimga kelib, ana yana 1 marta aka qilib bering demayapti-da. O'zim qarashimni kutyapti. Bu yerda esa anu adrenalin nisbatan tezroq ishlayapti, ko'proq ishlayapti. Anu qila olmaysiz. Ha, tushundingizmi? Safardan beri galetni kelayotgan. Ha, yo'masa hozir qolamiz aka. Endi sizga aka, qarang. Muqimiy ko'chani qati, Viberskiy. Muqimiy o'rtada. Qarang. Mirzo Ulug'bek metro bilan Bunyodkorning o'rtasidan ketyapmiz Bratskiyga qarab. O'sha ko'chami? Ketyapmiz, o'ng qo'limizda osh keladi. Yo'q, o'ng qo'lingiz osh, anaqa elektr anaqa bor-ku. Ha. Visokovodniydan chapga kirgan. Chapga kirdik, xo'p. O'rtada magazin keladi. Hop. O'shandan o'ngga ikkinchi ko'cha chapga. Tushundim. Azgina yurib turib chapga yursa Salomatini bo'lardi. Salomatiniga yetmasdan chapga kirganda ekan. 2 sotu, fasadiz necha, ichkariga necha? Fasad 7 ga 36. Uzun ekan-da, juda ham uzun ekan. Nima qurilish bor bu yerda? Xo'p. 8 ta xonasi bor. Uy mana orqasida. Ha, bo'ldi, bor ekan-ku. Eski qurilish ekan-da, baribir. Yangi emas, hozirgi zamon emas-da bu. 2005-yil qurilgan. Tushundim. Aka, qarang endi. Bitta narsa bor. Yakkasaroydan 1 sotuv yerni 70 ming, 80 ming dollardan sotib olishyapti. Bitta maqsad.
zo'r yevro uchastka qurish. Boshqa maqsad yo'q. Bo'lmasa shunchaki sal nariroqdan 40 ming, 45 mingdan olsa bo'lsa degan bir sotuv yerni sal nariroq borsangiz 45 ming, 50 ming beradi. 70 ming, 80 ming olishdan bitta dona maqsad bor, zo'r yevro uchastka qurish. Endi zo'r yevro uchastka qilaman desa 7 metrga 36 metrga qilmaydi ko'pchilik. Shuni hisobiga aka hozir siz buni narxini men bundan kelishtirib bering. Ishingiz bitsin. 82 dan qilib beramiz dedi, sotug'ini. Tushundim. Bir sotuv yerni 82 mingdan oladi. Qarang, mana bunaqa bo'lishi kerak. 2 sotuvku 11 ga 20 bo'lsa oladi. Taxminan 11 ga 20 bo'lsa zo'r qursa bo'ladi-da. O'sha anu 2 etajli zo'r kompaktni qurib qo'ysa bo'ladi. Ustiga hozir buni kamida 150 ming tiqib yuboradi-da. Bu yerga odamlar kamida 150 ming tiqib yuboradi. Yeri bilan hisoblaganingizda 2 sotuvli yer 300 ming 170 ga bermadingda aka. Bermadingizmi siz? 170 ga. Zo'r narx chiqqan ekan 170 ming. Hozir Qaytib kelsa bera olasizmi shu odam? 175 bo'lsa, 175 bo'lsa ber. Qiynalmaysiz. bor. Nima bor? Qo'shni ham sotilyapti-da, 3 sotuv. Ha, shuni aytmaysizmi? Sirazi. Bu nechi pul? Bu 300 ming so'rayapti bu. 3 sotuvga, 4 sotuvga 300 ming. 4 sotuvga 300 ming so'rayapti. 70 minglardan taxminan 60 necha mingdir, 70 ming. 18 anaqa bo'ladi, 18 Xo'p. metr. Ana endi akam anaqaga o'tdilar, anu nima deydi, kulminatsion nuqtasiga. Xo'p. Bu uchastka ham qo'shib sotilayotgan ekan, bular ham sotyaptilar. Lekin men bu 68 mingdan tushadim, hozir 300 mingni to'g'ri 70 ming. 70 mingdan. Sizniki? Meniki 82 ming bo'lsa anaqa. Nega bundan qimmat so'rayapsiz? Endi menda uy bor, endi saranlaqasi bor. Ya biz tashiydi yo'q, aka. Buni ham olgan odam, buni ham olgan odam biz 75 li bo'lsa beraveramiz. Bu ichkariga siz bilan uzunligi bir xilmi yo boshqachami? Yo'q, bir xil. Ha, bir xil, ha. Hozir 6 sotuv bo'ladi. to'rt burchak bo'ladi. Общий. Fasad nechi bo'ladi? Buniki nechi? Buniki 11 metr, bizanikilar qo'shganda 18 bo'ladi-da. Yaxshi bo'lar ekan. 18 ga ichkariga, Ichkariga 36. o'rtaga qursa, orqada qoldirsa, oldida qoldirsa, bemalol. anu Gastinitsiyalar ham qursa bo'ladi. ha, gastinitsiya. Nechta gastinitsiya bor ko'changizda? 5-6 ta bor. Gastinitsiyaga yo'masa to'g'ri uzun qilib qurib oladigan bo'lsa, xonalar joylashtirib tashlaydi, o'rtasida yoruvchi tushishiga joy tashab ketadi. Tak. Bu bizga yuboriladi. Buni YouTube tomoni qo'shni ham sotilayotgan ekan. Akam 80 ming deyaptilar, qo'shnilari 70 ming deyapti. Aka, o'sha narx chiqib bo'libdi. O't bering odami kelsa. 99 lik 984 89 99 Yakkasaroyda gastinitsiyalar bekordan bekorga o'shatga hammasi joylashmayapti. Chunki Toshkentning eng markaziy ko'chalari rakat shunaqa bo'lib ketdi. Deb o'nli rakat, Vivrskiy, Salomatina gastinitsiya bo'lib ketdi. Aka, salomat bo'ling. Bozoringizni bersin. Yaxshi. Ha, bular anchadan beri kutib o'tgan ekanlar-ku. Hovli sotiladi Hasanboy 607 sotuv yevro remont. Alo. Bir narsalarni bemalol gapirardi-da. Xotirjamlik bilan qo'shimchalar qilardi. Bugun unaqa bo'lmayapti. Sababi odam ko'p. Tez berib ketyapmiz-ku, lekin baribir maqsadga o'tib ketaveramiz. Bizda aka, Instagramda kanal bor, Telegramda kanal bor. Hammasida bormi? Boshlanishidan beri bormi? Tushundim. Ular yo'q bo'lishi mumkin-da. Qarang. Telegram kanalimiz bor. Tuhfa estate desanglar chiqadi Telegramda. Faqat va faqat eng arzon narxda bo'lsagina qo'yamiz. Hamma Telegram kanal qiladigan ishi. Aka, uyimni sotib bering desa 300 mingmi, 500 ming pulini oladi-da, uy egasi 100 minglik uyi. 200 ming desa ham farqi yo'q qo'yadi. Chunki 500 ming pul oldi, qo'yadi, uy egasi sotadimi yo'qmi farqi yo'q. 500 mingni oldi ketdi. Bizda unaqa emas, bizda nabarot. Bizda tekinga qo'yamiz. Bizda shartimiz bor. Realni sotsa bo'ladigan narxda va undan arzonroq kimdir berib yuborayotgan bo'lsa, o'sha odamnikini qo'yamiz. Chunki biz tekinga qo'yamiz-ku. Bizning talabimiz shu. Sotilsagina biz uy egalaridan pul olamiz. Kimdirlar aldab ketyapti, kimdirlar yaxshi biz musulmonmiz berib ketyapti, aka. Sizlar sababchi bo'ldinglar. Men buni oling deb tashab ketishyapti-da. Ha, men buni oling deb tashab ketishyapti. Telegrammi? Ha, obuna bo'lib qo'yinglar, akam bildilar, patiska tashab qo'yinglar. Telegramda shu ish qilamiz. Xo'p, Hasanboyda 6-7 sotuv yevro remont 7 xona. Qatida tushuntiring Hasanboy. Hasanboy postidan bir 4 kilometrcha keladi. Xo'p. Masjid, maktab, bog'cha hammasi yaqin. Xo'p. Transportdan muammo yo'q. Yunusobodga 10-15 minutda metroga boriladi. 11 gacha avtobus yuradi. Shaharga kiradigan gap bu. Assalomu alaykum. Sherzod aka, salomat. Anaqa qilinglar. Bemalolroq bir galmaganlar syomka qilasizlar, akalar. Xo'p. Mayli, o'zimiz uchun qilganmiz-da, ukam ketayotgan. Tushundim. 6-7 bo'ladigan bo'lsa, nech puldan tushyapti? 146 ming bo'lsa?
142 ming litre klient bor, pulini yecha olmayapti-da. 21.194 dollardan, 21.200 dollardan tushyapti. Qurilishi qanaqa buni 7 ta xona? Qurilishi yoki yevro. Rasmi bo'lsa ko'rsating. Nechinchi yil qurgansiz? 22 kirganmiz aka. Remontlari cho'tki turibdi aka. Mana fasad. 20 Fasad. Paltari ekanda. Ha, paltari pastni to'pli ko'r. 22-yil qurishgan ekan, bor yo'q 3 yil bo'libdi. Yangi uchastka. 7 ta xona, 607 sotuv, Hasanboyda 4 kilometr postdan kirganda ekan, 142 mingga klientligisi turgan ekan. Demak, 146 ming yaxshi uje taqab qo'ygan ekansiz. Sirazi yetib ketaveramiz. 97lik 343 63 30. Okey, bozoringizni bersin. Salomat bo'ling. Xo'p, yaxshilikni ko'rsin. Продается kvartira Yunusobod C6. Shahar markaziy ko'chalar ekan. C6 da necha etажga bu? 4 etажga. 4 etажga, g'ishli dom. Balkoningiz 2 ga 6. 75 emas, 70 bo'lishi kerak kvadrat. Toshni kadastrda 75 yozganmi? 75 yozilgan, ko'pdan chiqarilgan, u ham kadastr qo'shib. Ano, podezd tepasida qo'shib olinadigan joy qo'shib olingan. O'shaning hisobiga 3-4 kvadratga kattalashgan. Tushunarli. O'zi aslida bu yerda 70, 71, 72 bo'ladi-da, 75 o'sha qo'shilganning hisobiga bo'lgan bo'lishi mumkin. 95 ming deyapsiz. Necha pul bo'lsa berib yuborasiz? 92 ming bo'lsa beramiz. 92 ming bo'lsa berib yuborasiz. Vaqtimiz taqaldi, o'shaning uchun sirazi yetib ketaveramiz. C6 97lik 600 860 04 40 92 ming bo'lsa berib yuboraman deyaptilar. Yunusobod C6 da. Shahar markaziy ko'chalari narxi yaxshi. Oka yopdik endi. Hozir to'xtatmasa anu bo'lib qoladi. Chunki bitta sizni ko'rsam qolganligi anu bo'lib qoladi. Tushundim. Assalomu alaykum. Oka salomatmisiz? Sizmisiz? Ishlaringiz otdimi? Tinchmisiz? Yo, to'xtatmasa bo'lmaydi. Chunki cho'zilib ketsa odamlar ko'rmayapti. Odamlar ko'rmagandan keyin, prosmotr bo'lmagandan keyin shuncha odam ham anu bo'lib qoladi. Tushundim, yopamiz aka. Bismillah. Yo, aka, uzr. Qolganlarni ham qilishim kerak. Narxi zo'r ekan, lekin qolganlarni ham qilishimga to'g'ri keladi. Aka, uzr. Iltimos qilishdi. Bitta qilishini. Qaranglar. Eng arzoni deganlar uchun qilyapman. 60 ming dollar. 3 xona to'g'ri 21-kvartalda. Mebel texnikasi bilan haqiqatda eng arzon ekan, agarda yana 1-2 ming o'tib bersalar. O'tib bersalar kerak. Sirazi nomerni aytib ketamiz. 90lik 03 12 32. Haqiqatda narxi zo'r ekan. Bosaveradigan joyi okalar 21-kvartalda 3 xona to'g'ri. Salomat bo'linglar, xudo xolasa bugungisini tugatamiz. Keyingi safar bilmayman, kamchiliklar bo'lgan bo'lsa rozi bo'lasizlar. Rahmat. Sal qiyinroq bo'ldi. Salomat bo'lasizlar. Sog' bo'linglar. Rahmat. Oka, salomat bo'ling.